Assalomu alaykum, hurmatli Uzagro obunachilari. Charchamay yuribsizlarmi dehqonchiliklar bilan? Hammalaringizga Ramazon oylari muborak bo'lsin. O'tgan kun sepgan gullatuvchi stimulyatorlarimiz bugun effektini ko'rsatdi. Ko'rishimiz mumkin. Birinchi gullari, ikkinchi gullari, uchinchi gullari va to'rtinchi gullari. Gullatuvchi stimulyatorlar o'simlikka nima beradi? Xo'sh, birinchi o'rinda gullarini changlanishini yaxshilaydi va sifatli mevalar hosil bo'lishiga yordam beradi. Ikkinchidan, gullar sonining ko'payishiga juda ham katta ta'sir ko'rsatadi. Uchinchidan, gullar yaxshi yetiladi, changlari yetiladi va gul tashlashlarni oldini oladi. Bo'lmasa, gullar to'kilib qolishi hech gap emas. Asosan og'ir sharoitli ob-havo iqlimlarida qo'llaniladi, lekin yaxshi sharoitda qo'llansa, gullar katta bo'lib ochilib, juda ham chiroyli bo'lib rivojlanadi. Kecha monofosfat kaliyli retseptimizni berdik. O'simliklarimizni gullash davrida fosforga bo'lgan talab juda yuqori bo'ladi. Shu sababli monofosfat kaliyli retseptimizni qo'lladik. Ko'rishimiz mumkin, o'suv nuqtasi zangori rangda bo'lib turibdi. Bu fosforga bo'lgan talabi yuqori ekanligini aytib turibdi. Fosforga bo'lgan ehtiyojini ildizdan beryapmiz. Endi xudo xohlasa bargdan ham fosforli ozuqalardan sepishni mo'ljallab turibmiz. Qancha fosfor berilsa, mana shu payt yoqadi o'simlikka. Yaqinda kalsiyli retseptni qo'ygandik, endi bugun fosforli retsept haqida og'zaki aytib o'tamiz. 1 tonna suv hisobiga 1 kilogramm 52-34 monofosfat kaliy, yarim kilogramm kaliy sulfat va yarim kilogramm magniy sulfatlardan qo'shib chiroyli qilib oziqlantirdik. Alhamdulillah, natijalari juda ajoyib. Ham stimulyator sepdik, ham tagdan gullatish uchun maxsus mana shu retseptdan qo'lladik. Sortimiz Alamina F1. Buni bodring tagiga ekkan edik. Bodringlarni qo'porib tashab, alhamdulillah iplarga olib, chiroyli holatga keltirib oldik. Holatlari juda ajoyib. Hurmatli obunachilar, ma'lumotlarimiz ma'qul kelgan bo'lsa, bitta chiroyli laykni bosib qo'yishlarini so'rab qolamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.